Biz mehmonlarni eng yaxshilari bilan qaytdik va albatta vatan koriga yaraydigan, bizni xotirjamligimizni ta'minlaydigan yaxshi insonlar hamrohligidamiz. Xuddi shunday. Xotirjammiz. Demak, Toshkent shahar Zangiota tumanidagi Temuriy izdoshlari maktabi tarbiyalanuvchisi hamda ularning ustozi Bekzod Qodirov studiyamiz mehmoni. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Omonmisiz, bormisiz? Kayfiyatlar qalay erta tongdan? Rahmat, tongingiz va kuningiz xayrli bo'lsin albatta. Avvalo taklif etganingiz uchun kattakon rahmat. Endi biz faoliyatimiz haqida aytadigan bo'lsak, Temuriy izdoshlari harbiy maktabi hozirgacha ochilganiga 10 yil bo'ldi. Shu yili 10 yillik bayramimizni ham keng nishonladik. Bu maktab faqatgina Toshkent shahrida faoliyat yuritishdan tashqari o'zi asos solingan joy Jizzax shahrida hisoblanadi va hozirgi kunda 4 ta filialimiz faoliyat yurityapti. Respublika bo'yicha. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, 1000 dan ortiq o'quvchilarimiz bor hozirgi kunda va bu o'quvchilarimiz o'zlarining natijalari bilan qolgan harbiy ta'lim muassasalarida ancha o'zlarini ko'rsatib borishyapti. Harbiy ta'lim oliy o'quv yurtlariga kirgan kursantlarimiz bor. Harbiy faoliyatni yuritayotgan o'quvchilarimiz bor hozirgi kunda. Ofitserlik lavozimlarida yurgan o'quvchilarimiz bor. Va undan tashqari milliy sertifikatni qo'lga kiritayotgan o'quvchilarimiz bor. Va undan tashqari, faxr bu albatta biz uchun. Va undan tashqari sport yo'nalishlari bo'yicha, qo'l jangi bo'yicha, karate, dzyudo, kurash, boks yo'nalishlari bo'yicha natijalarga erishayotgan O'zbekiston birinchiligida, Osiyo birinchiligida erishayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Hozir bu muvaffaqiyat yutuqlar aytyapsiz. Men hayron qolyapman, lekin tashrif yurgan bugun o'quvchilarimiz jajjigina o'zi necha yoshdan qabul qilinadi? O'zi bu harbiy ta'lim muassasamizga 1-sinfdan 11-sinfgacha qabul qilamiz. Albatta 11 yillik ta'lim demak. 11 yillik ta'lim albatta imtihon asosida, ya'ni qaysi sinfdan o'quvchi keladigan bo'lsa, misol uchun oladigan bo'lsak, 9-sinfga o'quvchi keladigan bo'lsa, 9-sinfda olish kerak bo'lgan fanlar standarti bo'yicha imtihon topshiradi. Keyin fanlar kesimida, fanlar kesimida imtihon topshiradi va shundan keyin bizga qabul qilinadi. Bilimini hisobga olamiz, sog'lig'i hisobga olinadi va fikrlash doirasi, dunyo qarashlari, sog'liq holatlari, sport holatlari, jismoniy tayyorgarliklari hisobga olinib qabul qilinadi. Bolaligida harbiy sohani tanlashni istamagan inson bo'lmasa kerak-da. Hamma harbiy libos kiygan insonlarning yoniga borib, mana shunday holatga borib, ular bilan birgalikda shu tomosha qilishadi bolalar, ayniqsa yigitlar. Lekin biz bugun mana qizlarni ham ko'ryapmiz. Harbiy safda. Chachi qizalog'imizni. O'quvchilarga yaratilgan sharoitlar haqida so'ramoqchiman. Bolalar qiynalishmayaptimi? Hozir o'zlaridan so'rashdan avval dastlab sizdan so'ray, keyin bolalar bilan suhbatga o'tamiz. Yo, o'zi birinchi bolalardan so'rash kerak edi. Yo, to'xtang. Temuriy izdoshlari harbiy maktabimizda kunlik intizomga asoslangan faoliyat yuritiladi. Ertalab turish vaqtlari belgilangan va choy ichish vaqtlari, belgilangan ta'lim olish jarayoni, ta'lim mashg'uloti va kunning ikkinchi yarmi uchun sport mashg'ulotlari belgilangan. Bizda nimaga e'tibor beriladi? Bizda asosan bolalarni bo'sh vaqti qoldirmaslikka ahamiyat beramiz. Ya'ni ta'lim jarayoni, sport jarayoni kunning ikkinchi yarmi va undan keyin to'garak jarayonlari faoliyat yuritadi. Endi bu albatta o'quvchilarga birmuncha qiyinlik tug'dirishiga qaramasdan, lekin ular uchun bu juda katta foyda hisoblanadi o'zi aslida. Bekzod aka bir ona sifatida hozir so'ramoqchiman-da. Bolalar u yerda yotib o'qishadi. Necha kunlik? 5 kunlik tartibda ta'lim olinadi. Toshkent shahriga asosan dushanba kuni qabul qilamiz. Bu yog'i juma kuni kunning ikkinchi yarmida uy uchun ruxsat beramiz. Faqatgina ota-onasi bilan gaplashgan holda, aloqada bo'lgan holda yoki ota-onasi kelib olib ketishi nazorati bilan ruxsat beriladi. Viloyatdan o'quvchilarimiz keladigan bo'lsa, ularga asosan
2 haftada bir marta yoki chorak yoki yakunida. chorak yakunida. Va u yerdagi sharoitlar haqida so'raganimda men farzandlarni ona faqatgina ovqatlanishni o'ylaydi-da. Birinchi qorni to'q bo'lsa, usti but bo'lsa, Shunday. kasal bo'lmasa bo'ldi bizga. Qolgani keyingi darajali narsalarda va albatta ta'lim bilan birgalikda tarbiyani uyg'unligi. Farzandlar oilada tarbiya topadilar, maktablarda ilm oladilar degan fikr bordi. Lekin baribir bevosita o'sha ta'lim bilan bevosita bizda tarbiya tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Ularni o'sha milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz ruhida tarbiyalash jarayonida ustozlar faqat qattiqqo'l ustozlarmi yoki otalarday, onalarday mehribonmi? Bizga endi hafta davomida ta'lim olish uchun kelgan o'quvchilarimiz biz uchun o'zi aslida o'quvchi emas, farzandday bo'lib qoladi. Yosh o'qituvchimiz uchun ukaday, singilday, yuqori yoshdagi o'qituvchilarimiz uchun farzandday bo'lib qoladi. Chunki har hafta, har kun davomida biz bularni ko'ramiz. Biz bularda bo'layotgan o'zgarishlarni ota-onasidan ko'ra tezroq ilg'aymiz. Psixologiyasini o'rganib ketamiz. Nimani xohlayapti, nimaga asabiylashyapti, nima uchun xursandligigacha biz aqlimiz yetib boradi. Chunki bular bilan doimiy holatda ishlashimiz natijasida. Biz dars jarayonlarini ham iloji boricha yengillik bilan intizom bilan dars o'tib boramiz, lekin talab qilishda qat'iyat bilan demak, qattiqqo'llik bilan, mas'uliyatlik bilan talab qilib olamiz. Rahmat. Endi bolajonlar albatta hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Zubaydulla, harbiy maktab zo'r ekan. Aha. Yaxshi ekan? Zo'r ekan. Ovqatlari yaxshi ekan? Ha, zo'r ekan. Mashg'ulotlar-chi? Mashg'ulotlar yo'qyaptimi sizga? Zo'r ekan. Ertalabdan uyg'otishadi? Ertalabdan uyg'otishadi. Aha. O'tda o'rinlaringizni o'zingiz tuzatyapsizmi? Oldin oyingiz qilib qo'yardilar hammasini. O'zim tuzatyapman. Nonushtalarga nimalar berishyapti? Nonushtalarga non har xil ovqatlar berishyapti. Ovqatlari yaxshimi? Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz sizga yoqib qolgani nima bo'ldi? Chuchvara. Voy. O'g'il bolalar xamirli ovqatlarni yaxshi ko'rishadi. Biz endi mana bu go'zal qizimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men ismim Solixa. Solixa necha yoshsiz? 9. Solixa nega harbiy soha tanlandi? Qizlarga xos bo'lgan boshqa sohalar yo'qmidi? O'zim shu xosaga kirishni xohladingiz. Oilada kim harbiy? oilada men, opam. Qizlar ikkalasi hammi? Qizlarga o'qish qiyin emasmi harbiy maktabda? Yo'q. U yerda sizlarning tarbiyachilar bor-a? Albatta. Ismlari nima edi? Kamol opa. Kamol opa. Kamol opa bilan hamma sohalarda bemalol gaplashib, kasal bo'lib qolsangiz qaraydilarmi? Albatta. Hozir yo'talayapsiz, dori ichyapsizmi? U yerda tibbiyot xodimlari ham bor-a, sizga qaraydigan. Doktorlar bormi? Shifokorlar? Bor. Dorilarni berishadi. Yuzi sog'inmi Ismoilsiz? Haftada bir marta ketaman. O'rganib qoldingizmi-chi? Demak, sharoitlardan bolalar mamnun. Va katta sinf o'quvchilarida harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari ham bor. Ular bizga bemalol sahna ko'rinishlarini ham taqdim eta oladi. Albatta. Demak, bugun o'sha tuhfa bilan tashrif buyurgansiz. Tashrif buyurganmiz, ko'rib, o'zingni xulosa chiqarishing. Keling, yigitlarimiz albatta taklif qilamiz. Jonli jarayon, jonli efir, ular tayyorgarlik ko'rib olishlari mumkin. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan niholdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening.
bo'lamiz ma'rifatda fido bo'lsak Ofarin, gap bo'lishi G'oyat. emas. Bu yoshlarni ko'rib g'ururga to'ldim. Bilasizmi, haqiqatda boshqacha faxr, boshqacha his-tuyg'ular bizda kechdi-da. Ularni tomosha qilish, bu musiqa sadolari ostida o'sha har xil turli obrazlarda namoyon bo'lishi insonni vatanparvarlikka bevosita chorlaydi. Albatta, albatta. Nimagadir o'zimni harbiy his qilgim kelib qoldi va hozir o'sha joyiga keldik. Tekislan, Aha. rostlan. Bir ham chiroyli bo'lib turibdi. Erkin ham deymi? Erkin degim kelmayapti. Ne efirdami ayting? Erkin. Erkin. Voy, nafas oldim endi. Aslida qiynalib ketdingiz. Qiynalib ketdim. Boyitdan beri turibman. To'g'ri tushuninglar. Xo'p, demak, kursantlarimizdan tanishib olamiz. Tez, qani? Abdurahmon Vasilbek. Ortiqboyev Ortiqboyev. Xolmirzayev Abubakir. Toshpo'lat Muhammadali. Nazarbekov Davlatov. Nuradinov Sunnatbek. Barakalla. Xo'p, sizlarni ko'rib juda ham havasim keldi. Mana shu maktabga nechinchi yildan beri o'qiyapsiz? Necha yil bo'ldi Bu kelganingiz? yerga o'qiyotganiga 2 yil bo'ldi. Aha. Xo'sh, hozirda 10-sinf o'quvchisiman. 11-sinfga o'tganimdan keyin Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga topshirmoqchiman. Aha, rejalar, niyatlar shunday. Barakalla. Niyatlaringga yetinglar, sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Biz sizlarga ishonamiz va davom etamiz. Dilafruson. Qarang, ajoyib. Qoyil. Yigitlarga ko'z tegmasin. Shu o'rinda Aslbek bir narsani iltimos qilsam maylimi? O'tirmasingizdan, ukajonim, yana borasiz va onalarini yaxshi ko'rishlarini bitta aytsinlar. Ko'rishayapti-da bu yigitlarning hozir oila a'zolari. Onalar hurmati. Onalariga dil izhorlari, samimiy tilaklar. Joni jarayonda. Qayerdan kelganlarini, manzillarini va albatta onalarga salomlar. Kelishdik. Qayerdanligingiz va onajonga salomlar. Samarqand viloyati, Samarqand shahridaman. Onajonimni yaxshi ko'raman. Salom aytaveraman. Aha. Xorazm viloyati Urganch shahridanman. Onajonimga salom aytaman. Aha. Namangan viloyati, Namangan shahri. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Barakalla. Namangan viloyati, Namangan shahri. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Barakalla. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'ston shahri. Oyijon sizni yaxshi ko'raman. Barakalla. Onajonlar bor bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ko'rib qanchalar faxrlanib ketdilar. Meni o'zimni ko'zimga yosh kelib ketdi. Albatta. Chunki anchadan beri bolalarni ko'rmayaptilar-da. Sizga rahmat. Endi bolajonlarimiz mana. Oyingiz yaxshi ko'rasiz-a? Oyijonim zo'royi. Menga ko'p narsa beradilar, zo'royi. Bu dunyoda bitta-da buni oyisi. Oyijonimga pullar ko'p bo'lsin. O'zlari sog' bo'lsinlar. O'zlari sog' bo'lsinlar. Marhamat. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Oyijon, juda ham yaxshi ko'raman. Oyijon menga mehribonlar. Aha. Salomat bo'ling, Salomat bo'ling. Ha, ana. Haqiqatda onalar hozir ko'z yoshlaringiz arting. Bilmadim hozir bolalarim mendan uzoqlashmagani uchun bilmadim hozir hammasini his qilyapman. His qilyapsiz, juda ham albatta. ta'sirchan odamman-da, o'zi bilasizmi? Haqiqatda harbiy bolalar, yigitlar, qizlarimiz vatankoriga yaraydigan, vatanimiz qo'rg'onlarini munosib himoya qiladigan, ota-onalari orzu qilganday yaxshi insonlar bo'lib kamolga yetsinlar. Sizga esa bu sohada o'ziga xos yutuqlar tilaymiz. Va shu o'rinda sizga ham imkoniyat beramiz. Siz ham o'z yaqinlaringizga salomlaringizni, tabriklaringizni yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Avvalambor rahmat shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Nima deymiz? Oila a'zolarimizga, ota-onamizga avvalo kattakon rahmat, salomlar bo'lsin. Va fidokorona xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarimizga, chegarada mashaqqatli turib vatanni himoya qilayotgan harbiy xizmatchilarga va barcha xodimlarga vatanimiz tinch bo'lsin. Aytganingiz osmonimiz musaffo bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Va fidokorona xizmat qilayotgan o'qituvchilarimizga ta'lim berishda charchamasliklarini tilab qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Mazmunli suhbat uchun, avvalo tashrif uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon charchamanglar. Biz esa dublyaj ustalari sahifasi uni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.